Ushbu videomizda sizlar bilan media query'ni yasalishini ko'ramiz. Index.htmlda body'ni ichiga hech narsa berganmi yo'q, body'ni o'zidan foydalanamiz. Demak, property'lar berishda style CSS'da bo'lsa, umumiy universal selector berib o'tganman. Buni yozmasanglar ham bo'ladi, farqi yo'q lekin. Pastga tushamiz. Demak, media query'ni hosil qilishimiz uchun birinchi add belgisi media bitta probel tashab, buni ichiga max width yoki bo'lmasa min width beramiz. Bu ikkalasining farqini o'tgan darsda tushuntirgandim. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib olishinglarni maslahat beraman. Ya'ni bir-biridan farqini. Demak, ko'rgan bo'lsak, mana boshlaymiz. Demak, max width ikkita nuqta va biza kiritmoqchi bo'lgan qiymatni beramiz. Ya'ni deylik 1000 piksel. Ya'ni 1000 pikseldan keyin biza bergan stilni bo'lishni boshlaydi. Ya'ni mana ko'ramiz. Bizda bitta selektor bor, ya'ni body. Shu bodyga property beramiz. Misol uchun background color. Qiymatiga blue, ya'ni ko'k rang. Saqlaymiz. Browserdan ochib ko'ramiz. Bizda hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, ya'ni blue ga kirgani yo'q, background color. Sababi bizning ekranimizda 1000 pikseldan katta, lekin sizlarga agar 1000 piksel bo'ladigan bo'lsa, o'zgarishni sezgan bo'lishingiz mumkin. Agar sezmagan bo'lsanglar, demak, ya'ni umumiy width 1000 piksel bo'lmasa, nima qilamiz? Demak, o'ng tarafni bosib, bu yerda inspect ga kiramiz va ushbu oyna ochiladi. Bunda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lmasligi mumkin sizlarniki, ya'ni ushbu holatda bo'lishi mumkin. Boyagi holatga qaytarishimiz uchun, demak, chap tarafda ushbu belgi bor, ya'ni ikonka bor. Buni bosamiz. Va biz bu orqali responsive tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana width turibdi, bu yerda height turibdi. Bunga istalgan qiymat berishimiz mumkin yoki bo'lmasa, demak, ruchnoy holda kattalashtirib, kichkinalashtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana ko'rib turibmiz, agar 1000 dan pastga tushadigan bo'lsam, ya'ni 1000 pikseldan ekranimizni ko'k rangga kiryapti. Ya'ni biza bergan bu yerda media query ishlayapti. Biz agar bu yerga misol uchun 900 beradigan bo'lsak, saqlaymiz. Mana yana oq rangga kirdi. Sababi biza bu yerga 900 berdik, lekin agar 900 ga yetib yoki pastroq tushadigan bo'lsak, yana demak ko'k rangga kiryapti. Biz shu orqali responsive ga keltira olamiz. Demak, mana media query'ning ichida selektorlarni beramiz, ya'ni qaysi bir elementni o'zgartirmoqchiligimizni va shu orqali biz xohlagan turdagi qurilmalarga moslashtira olamiz. Bu yerda mana responsive turibdi. Biz buni har xil qurilmalarda ham tekshirishimiz mumkin. Deylik Galaxy S5 da mana shu ko'rinishda, mana iPhone'lar bor bu yerda, iPad, mana hammasini width'i har xil. Mana ko'rib turibmiz, 768 ekan iPadniki, Galaxy S5 360. Demak, biz bu yerga qaysi bir qurilmaga moslashtirmoqchi bo'lsak, bu yerda max width'iga shuni beramiz. Endi bizda bundan tashqari min width ham bor edi. Kelinglar min width ko'ramiz. Yoki men min width deb mana yozdim, saqlaymiz. Browser ochib qaraydigan bo'lsak, mana oq rangda turibdi. Buni responsive ga o'zgartiraman. Va mana ko'ryapmiz, bu yerda nima bo'lyapti? Bu teskarisi bo'lyapti. Ya'ni biza width 900 dan tepa bo'ladigan bo'lsa, shundagina, demak, biz bergan propertylar amal qilyapti, undan pastiga amal qilmayapti. Max width teskari edi, ya'ni undan pastiga amal qilardi. Ya'ni biz bu orqali mobilniga moslab olamiz, ya'ni umumiy demak dizaynimizni mobilniga moslab turib, keyin min width bergan holda kattaroq qurilmalarga moslashtirishni boshlaymiz. Shu demak umumiy farq edi. Demak, bularni tushunib oldik. Yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Misol uchun ushbu kod qismi sizlarga noqulayroq bo'lishi mumkin. Buni tashqariga ham chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda mana har xillari bor. Pastga tushirish uchun
mana pastda hosil bo'lyapti. Yoki bo'lmasam, deylik, bu yoqda edi, mana tashqariga umuman chiqarib olishimiz ham mumkin. Bu alohida oyna bo'ladi, bu alohida oyna bo'ladi. Bu yerda demak bemalol kattalashtirib ko'rishimiz mumkin. Ancha qulay. Bu yerda umumiy demak ko'rinishi, ya'ni 100% bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ekran bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rsatadi. Yoki 75-50%. Demak, tushunib oldik. Hamma biza bermoqchi bo'lgan, o'zgartirmoqchi bo'lgan hamma selektorlarimiz, elementlarimiz media query'ning ichida bo'ladi.